Bu ettiga dedim uxlab qo'ymay, nega yetmading dada? Kaptaklar birini qo'yap şu. Men qo'yib qolasiz 6 soat bo'ldi. Ey, qo'ya qilmang dov. Nima qilamiz qo'yni? Ey, o'ltirib yemaymiz. Uni o'ltirib, yigitcha tayyor qassobni osib qandimi? O'zini qiynab. Qassobni o'ltirib tayyor qildi uni. Sen bu Eid bayramida yilda bir qatim qo'ya o'tirganini bilmaysiz-ku. Shunami? Qabaq. Mush o'shini bir yarim chiqib, bir kunda hammani bildirmasam bo'lmabdi. Tayyor bana. Bu Eid bayramida yilda bir qatim urutib qoldilar, yig'ilib buni qo'ya o'tirib yeb. Qilaqanim u. Mana u xuddi bilak nimani bilmagan. Bu paqlan qo'shqali yomon paqrab chiroyli tayyorlabdi. Buning hammasidan shu Eid urutib qolib tayyor qildingiz. To'g'ri. Bu asos qancha dedingiz ana? Hozir jangalda nisbis 300 bor. Hozir shahar ichiga hozircha vaqtlik 50 ga so'lab turdik. 50 ga so'lab o'nglashamaz. Bu shahar ichidagiga naq mal bo'lishnami? Naq mal bor. Urutib qolmay Eidlar, ama shu qo'shqa paqlar lozim deydi, qallab qolsam bizdan fursatni chin tutib aloqa qilishinglar. Yerlik ash yam-xashak bilan, qo'noq bilan boqqan shu tarimniki yerlik paqlan qo'shqalari. Moniki yeshi 2 yosh yetmagan. Keyin ham shu 2 yosh. Paqlarlar, bularga cho'ng, qayr qo'yib qolamanmi deb qat'iy ansirmanglar. Bunaqa jisu bilan har xil kimiyalik yam-xashak bilan boqqan qo'ylar emas. Yerlik yam-xashak bilan boqqan qo'ylar. Bu saz, bu Eidda yaxshi, tamlik bu yerli paqlarni inson bo'ladi deb qolib qolsa, vaqtida aloqa qilishinglar. Ammo shaharchidagi uyga olib ketishga qulaysizlar. Mishada Eidgacha beqpirmiz. Bo'lmasa uyga olib ketsam bo'ladi deb qolib qolsa, uyga olib ketsang bo'ladi. Aloqa qilish telefon nomeri? Aloqa qilish telefon nomeri deb beramsiz? 182 90 60 08 73. Aloqa qilish telefon nomeri jonliq yana bir qatim deb beraman. 182 90 60 08 73. Bunda urutib qolmay shaharchidagi paqlarlar, bu kelib, o'z ko'zingdan ko'rib, yarımsa katsangni buday yurdi. Niyadalik yo'q parangni qilib masalani ishontirish uchun yolg'on gap qilgan ish yo'q. Bu bir zavodni maslahatmas, qaypini ochmoq uchun bilib bo'lmayotgan. Niya kelib, ash ko'rib, silab beqib, tutib beqib, andikiz ko'rib olib katsangni bo'ldi. Tafsilotni bilmoqchi bo'lganlar, bayatim degan, shu aloqa qilish telefon nomeri bilan aloqa qilishib, bu Eid paqlan lozimni fursatni chin tutib, vaqtida bizlar aloqa qilishinglar. Bak soz, yaxshini, tamlikni aytganda qollar, fursatni chin tutinglar.